Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Mana biz dala hovliga keldik, dachaga. Mana daraxtzor, o'rmonzor bo'lib yotibdi. To'ytepa o'rta saroy o'rtasida qora suv degan suv oqadi. Mana orqamizda mana 100 metrdan keyin suv oqadi o'sha yerda. Mana bu devordan boshlanadi. Mana shu g'ishtli devordan. Olti sotuv. Kadastr hujjatlari joyida. Mana dala hovli kimga kerak? Mana 2 qavat qurilgan. Daraxtlari mana ustalar ishlayapti. Naveslari bor tepada. Basseyni bor. Borga quvorish kerak, ozgina hashar qilib jiyanlarni olib kelib, mana dushivoy, umumanli xullas basseyni bor. Hashar bir kraskalab ustalarga sal yaxshi gapirib, dachaga ozgina mehr qo'yib yuborish kerak. Mana sizlarga hozir tapchan yasayapmiz. Tepaga naves qildik. Sivarishlar qo'li dard ko'rmasin. Mana tepaga o'rnik ishdan qilib devorga yonaman. Shunchalarni terib bosh to'rda mana o'choq bo'ladi. Kichkina katta mana tapchan bo'lyapti. Tepasidan naves bo'ladi. Mana prognostiklar bilan yopib katta daraxtlari bor, mevali daraxtlari. O'rida pishyotibdi. Anjir, yong'oq, naryoqda sanuzel xonalari. Mana bu imorati 2 qavat. Pishgan g'ishtdan qurilgan, devorlari ham polniy pishgan g'ishtdan o'ralgan. Paltara g'ishtdan mana. Mana bu yerga kolodislar qilingan. Bundas orqa tomonga qarab yursak, daraxtlari, agarrut, mana shu naves yasaladi. Mana shu turbalardan sizlarga naves qilib beramiz. Mana shu navesga tashlab yuboriladi. Soya yo'lak bo'ladi. Xudo xolisa. Mana tovuqxonalar bu yoqda, qo'yxona, tandirxona, bu yoqda ham 2 qavat uyi bor. Top qaychi bilan arrani olib, tutlarni sal